Sizga oldim qo'shni. Rahmat. Qo'shni remont nima qilasiz toqib? Xavfsizlik? Issiqda kim remont toqadi? Endi yo'lda gay bo'lib qolsa, Gay nima qiladi issiqda? Qo'shni ular ham mazza qilib oyoqni ko'tarib yotibdi. Aytang, men javob beraman. ha shunday deysiz. Yuring. Ha mayli. Ha, qo'shni shunaqa gaplar. Kecha shunday bo'ldi. Gayku qo'shni? Kamar taqmading qo'shni? Taqmang, men javob beraman. Yuring qo'shni. Nima qilasiz? Yuring. Ana to'xtatdi qo'shni. Endi nima bo'ladi? Assalomu alaykum. Yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi leytenant. Hurmatli haydovchi, yo'l harakati qoidalari 9-band talablarini buzib kelyapti. Ya'ni xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan kelayotganligingiz uchun to'xtatdim. Nima sababdan xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan harakatlanib kelyapsiz? Endi komandir ukajon, endi ozgina yurakda mazasi yo'qda, shuning uchun to'xtamaganimda bir marta kechiring. Hech qanaqa komandir. Aldamang, buni sog'lik joyida. Men sizga boya aytdim, remontni toqing, xavfsizlik uchun meni ham jonimni xatarga qo'yib haydab kelyapsiz. Men sizga aytdim, issiq demay, komandirlar ishlaydi. O'zingiz taqmay kelyapsiz. Komandir bir minutga mumkinmi? Endi komandir meni to'xtatganingizda hech qanaqa e'tirozim yo'q. Sizga bir gap aytadigan bo'lsam, rosa 1 yil oldin avtohalokatga uchraganman. O'sha payti yaxshi ham xavfsizlik kamarini taqqan ekanman, meni hayotimni saqlab qolgan. O'sha payt taqmaganimda balki hozir yoningizda bo'lmasligim mumkin edi. Va bo'lmasa bir umr nogiron bo'lib qolishim mumkin edi. Hozir men roziman. Jarima yozishingizga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Hurmatli haydovchi, qoidabuzarligingiz bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 125-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib imzo qo'ying. Kelasi safar qoidalarga rioya qiling, xo'pmi? Sog' bo'ling, oq yo'l. Rahmat.